Do'stlar, videomizni boshlashimizdan oldin sizlarga Futbol.uz kanalimizni tavsiya etmoqchiman. Bu kanal hali yangi, o'zim yuritib boraman. Eslicha futbolga qiziqadigan do'stlarimiz bo'lsa, bemalol ushbu kanalga o'tib obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. Ushbu kanalda o'zim futbolga oid yangiliklarni sizlarga yetkazib boraman. O'ylaymanki, sizlarga bu kanal yoqadi. Videoni opisiyaniyasida ссылкасini qoldiraman. Hammaga rahmat. Hammaga salom do'stlar, Temur Dizayn kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videorolikda men sizlarga preview tayyorlash jarayonimni ko'rsatib o'tmoqchiman. O'ylaymanki, video sizlarga foydali bo'ladi va video ostiga like bosishingizga arziydi. Do'stlar, albatta shunaqa videolar chiqarishimni xohlasangiz, kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Shunda men shunaqa videolarni ko'proq chiqarishga harakat qilaman do'stlar. Albatta dizaynerlar qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Agarda prosmotrlar, likelar soni normalli bo'lsa, shunaqa tez-tez sizlarga foydali videolarni chiqarib boraman. Do'stlar, videoni qanunda boshladik. Let's go. Do'stlar, siraj Photoshopga kirib oldim do'stlar. Keyin yangi proyekt ochdim, 1280x720 razmerda va Reline rasmini qo'shmoqchi bo'ldim. Ya'ni dizayner Reline'ni tanishinglar kerak. Вот keyin Reline rasmini qo'shib bыстрый выделение orqali kesib oldim. Mana shu rasmini tanlab oldim. Ozgina qatishlar bo'ldi do'stlar. Keyin ushbu rasmini bыстрый выделение orqali kesib oldim. Keyin uni sochlari yaxshi kesilmagani uchun keyinchalik uni sochlarini to'g'irlab, o'zim yangi nima deydi, palets orqali sochlarini to'g'irladim, короче. Keyin shu o'zimga moslab oldim. Videoni ko'rib bemalol sizlar o'rganib olasiz. Video o'zi 40 daqiqaga borgandi do'stlar. Men buni sizlarga qisqartirib 15 minutlik qildim ataylab. O'zi 2-3 minutlik qilib qo'ysam ham bo'lardi do'stlar. Shuning uchun o'rganib olishinglar uchun men videoni unchalik ham qisqartirib tashlamaganman. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda palets orqali sochlarini kesilgan joylarini to'g'irlab chiqqanman do'stlar. Sababi g'alati qirqilib qolgani uchun shu instrument orqali yangi sochlarni nima qildim. Bu yog'iga videoni tomosha qilishingiz mumkin. Orada men sizlarga tushuntirib o'taman. Bu yerda sveta korreksiya qilganman, ko'rib turibsiz. Keyin font axtarishga o'tdim, Yandexda qidirdim. Albatta Yandexga hammaga Yandexni maslahat beraman. Bu Yandexga kirib oldin bu anandaqalarini yuzdagi nimalarni tozalab oldim, ko'rib turibsiz. Mana keyin esa Yandexga kirib, Yandexdan xonani, ya'ni room background deb qidirdim. Room background deb qidirib bir xonani ko'rib qolib, shuni nima qo'shishga harakat qilib ko'rdim do'stlar. O'ylashimcha normalniy chiqdi do'stlar. Sizlar esa bir
Keyin esa do'stlar chiroyli qilib tekstlar yozib, hamma yo'llar qilib, stillarni tanlab, limon milk degan shriftdan foydalanganman. Esiga kerak bo'lsa do'stlar, videoda sizlarga uzunroq qilishga harakat qildim. Nimaga deganda, tushunarliroq bo'lishi uchun do'stlar. O'ylaymanki, sizlarga video tushunarli bo'lyapti do'stlar. Videoni ko'ringlar, o'rganinglar. O'ylaymanki bugungi videomiz sizlarga yoqdi. Albatta video yoqsa обязательно like bosib kanalimizga obuna bo'ling. Yangi videoda nima haqida qilishimni kommentariyaga yozib qolding do'stlar. Telegram kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Hammangizga rahmat do'stlar, hammaga xayr.